Boshladik. Bismillah. Demak, bugungi uchrashuvimiz nimaga bog'liq? Inshaalloh yakshanba kuni bo'ladigan topik imtihonimizga oid. Va sizlarni miyalarni og'ritmagan holatda bugungi suhbatimiz erkin tarzda bo'ladi. O'shuning uchun bemalol stolingizga joylashib olib, yoningizga choy, bir narsalar qo'yib, erkin bo'lib o'tirib oling. Bo'lmasam boshladik. Meni ismim Ubaydulloh, o'zimni tanishtirmayman. Shu yerdan davom etib ketamiz. Xo'p, imtihon boshlangunigacha birinchi biz ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Bu birinchi o'rinda dam olish. Ya'ni o'quvchilarda ko'proq nima bo'ladi? Ilmga to'yishmaydi-da. Ayniqsa eng to'ymaydigan odamlar turi qaysiki? Imtihongacha dars qilmaganda, keyin imtihonga bir hafta qolganda dars qilishni boshlaganlar yoki imtihonga 2 kun qolganda endi ham yomon o'qimasam bo'lmaydi deb moklar qilib tashlaydimi? Writing sigi, ilki titki qilib, full qilib yechib, "Yo, nimaga past chiqyapti?" deydimi? O'shuning uchun aytaman, barcha turiga tegishli bu. O'qigan, o'qimagan. Shunchaki o'qimadingizmi bo'ldi, endi bir kun o'qimay qo'yavering va shunchaki o'qiganlar yetadi endi shu sizga. Shuning uchun bizga eng muhim narsa imtihondan bir kun oldingi holatimiz. Chunki tana imtihonga tayyorlanishi kerak. Qanaqa bo'ladi bu? Yaxshi ovqatlaning. Telefonni kam foydalaning. Anaqa Instagramdagi, YouTube'dagi har xil videolarni umuman yig'ishtiring. Reels hammasini yig'ishtiring. Miyangizni tozalashimiz kerak. Bir kun davomida miya dam olsin. Va kechqurun ham uxlagungacha u ko'z yumilib qolgungacha telefonga yopishib, yostiq tagida telefoningiz qolib ketib, unaqa bo'lmasligi kerak. Telefonni o'zidan uzoqqa qo'yib, 1 soat, 2 soat oldin telefonni yig'ishtirib, 10larda, 11larda uxlang. Keyin ertaman o'sha bomdodga turadigan paytingizdan turib, keyin harakat qilaverasiz. Tushunarlimi? Demak, to'liq dam olishimiz kerak. Hech qanaqa test yo'q, hech qanaqa kitob o'qish yo'q, hech qanaqa tibqiy eshitish yo'q, hech qanaqa kino ko'rish yo'q, bekor suhbatlar yo'q, o'rtoqlar bilan safsatalar gaplashib, choyxonada yurish yo'q, unaqa narsa. Bir kun dam olamiz. Tamom. Keyingi qiladigan ishimiz bu imtihonga ketayotganda imkon boricha ertaroq boring. Ya'ni aytaylik, sizni imtihon varaqangizga hozir yoningizdagi varaqaga yozib qo'ygan bo'lishi mumkin. Imtihon payti mana bu vaqtda, kirish mana bu paytgacha deb. O'sha kirish mana bu paytgacha degandan eng kamida 30 minut, bo'lmasam 1 soat oldin boring. Nima uchun bu? Chunki inson bitta joyga yangi borayotgan paytida, ya'ni odatda boradigan joyi bo'lmagan holatda, u joyda hayajon paydo bo'ladi. Birinchi marta borayotgan insonga yoki anchadan beri endi borayotgan insonga. Shuning uchun u yerga moslashib olish kerak. Bunga vaqt kerak. Qalb, ko'z xotirjam bo'lish kerak. U yerda hidiga, havosiga. Shoshilib, o'pkani qo'ltiqlab, yugurib borib, qansirab kirib, miya joyida emas, bo'lmaydi unaqasi. Shuning uchun ertaroq uydan chiqib, xotirjam borib, ichkarida bunday atroflar kuzatib o'tiring. Mana shu yaxshiroq sizga. Tushunarlimi? Demak, ertaroq borib o'sha yerga, muhitga moslashamiz. Har xil u yoq bu yoqdan kelgan bolalar gaplarini eshitib ham yurmanglar. Ya'ni o'zlarining tajribalarini aytib, bugun bunaqa savol chiqar ekan testda, sigidan bunaqa savol tushar ekan, men testni bunaqa yechdim, mana bu ustozda o'qidim, bunaqa qildik. Umuman sizga kerak emas. Ya'ni har xil odamlar suhbatlari ham sizga ta'sir qiladi, stress beradi. Tushunarlimi? Ya'ni har xil miyangizga sizga keraksiz bo'lgan ma'lumotlarni olmang. Yo'qoting yoningizdan unaqa odamlar. Ya'ni alohida o'zingiz yuravering. Kerak emas sizga o'rtaq. Tushunarlimi? Ya'ni har tomonlama miyamizni dam oltiryapmiz va imtihonga ertaroq borib o'sha kuni va u yerda o'zimiz imtihongacha xotirjam dam olyapmiz ruhan. Va keyingi narsa shtrix. Sizga shtrix kerak bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni hozir ayni paytda kirgizyaptimi yo'qmi bilmayman. Ayni paytda bilmayman. Lekin bizning paytimizda men o'zim kirgan paytlari shtrix bilan kirganman. Lentalik shtrix, ya'ni oddiy haligi ichida soqqasi bor shtrixdan emas, lentalik aylanadigan. O'shanaqa shtrixdan olib oling. Nimaga deganda, imtihon paytida u yerdagi vakil insonlar, tekshirib yuruvchilardan so'rayman desangiz, misol uchun aytaylik, titki yechyapsiz, eshitish testini. To'satdan xato belgilab qo'ysangiz, men o'shanda olib
o'chirguningizgacha уже keyingi testga o'tib ketib qoladi, ulgurmay qolasiz. Yoki boshqa odam ishlatayotgan bo'lishi mumkin-a. Shuning uchun o'shanaqa holatga tushmaslik uchun o'zingizda bo'lgani yaxshi. Ya'ni bilib o'chirib, keyingisiga o'tib ketaverasiz. Shtrixdan boshqa hech narsa kerak emas sizga. Daftar, ruchka, kitob, kompyuter kerak emas hech narsa. Telefoningizni olib olavering mayli. Telefon naushniklaringizni olib olavering. Chunki imtihonxonaga kirganingizdan keyin o'zi sizlarga alohida narsa beradi. Shu idishga solinglar deb ismingizni qo'yib, paketcha ham berish kerak. Alloh alam. Paketcha ham berish kerak. O'shaning ichiga solib, ismingizni yopishtirib qo'yiladi qog'oz bilan. Bo'ldi, o'shanda turaveradi. Imtihon tugashi bilan olib ketaverasiz, ya'ni haligi narsangizni. O'shuning uchun bemalol telefon, naushnigingiz bo'lsa hech narsa qilmaydi. Lekin muhim narsa yana bir narsa, shunaqa o'quvchilarni ham bildim men. Haligi qanaqadir shpargalka ishlataman deydi, qo'shimcha o'zi bilan material ishlataman deydi. Topik unaqa test emas. Qo'shimcha material bilan kiriladigan test emas. U shunchaki miyada bori bilan qilinadigan test. Bo'lmasa Allohga tavakkal qilinadi. O'shuning uchun hech qanaqadir qo'shimcha materiallar olib kirishga harakat qilmaymiz. Muhim ma'lumotlar shu edi. Keyingi qismga o'tamiz. Endi mana bu rasmga nima qo'yishni bilmadim, shunga tabiatlar qo'yib qo'ydim sizlarga. Endi bunisi eshitish. Eshitish testi bu bo'yicha chuqur kirmayman. Ya'ni testlar yechish usullari birdan boshlab 50 gacha qaysi testni qanaqa yechish, uni haqida gaplashmaymiz. Chunki uni yetarlicha shu kungacha o'rgangansizlar. Undan muhimroq narsa bor. Eng muhim narsa. Bu o'zim shu paytgacha qilgan hayotimdagi tajribalar. Umuman hammasidan kelib chiqadigan bo'lsak, titkida eng muhim narsa shuki, hech qachon testda orqadan qolib ketmasligingiz kerak. Ya'ni audio bo'ladi-ku, titkida o'sha eshitiriladi-yu sizga. O'sha eshitirilayotgan audiodan oldinda bo'lsangiz bo'lingki, u bilan teng yoki uni orqasida ketmang. Ya'ni u sizni quvlamasin. Agar siz undan oldinda bo'lsangiz, bu siz uchun yaxshi. Bu nima degani? Oldinda bo'lish degani. Aytaylik, 31-test, 32-test ketyapti deylik, misol uchun taxminan. 31-testni siz belgilab bo'ldingiz va 32-testga o'tdingiz. Lekin audio hali 32-testga o'tmadi. Audioda hali 32-testda savol boshlanmadi deylik. Siz o'sha paytda o'sha 32-testni yozilgan mazmun, haligi test variantlarini o'sha tahlil qilayotgan bo'lishingiz kerak. Tushunarligi? Ya'ni o'sha o'qib chiqayotgan bo'lishingiz kerak variantlarni. Olib ketmasligingiz kerak demoqchiman. O'sha audio bu yoqqa o'tgandan keyin o'sha endi siz 4 ta variantni ko'rib chiqdingiz. Endi yechishingiz kerak. Audio bo'layotgan joyda halpillab yoki audio o'tib ketgandan keyin ham muhim narsa. Audio o'tib ketgandan keyin ham endi belgilayman deb orqada qolmasligingiz kerak. Ya'ni mana shunaqa holat bo'ladi. Bitta savol qiyinroq bo'ladi. O'zi qaysidir, qiyin bo'lgan payt o'shani oxirigacha to'g'ri javobini bilishim kerak deb harakat qilasiz, lekin tushunmayapsiz testni. To'g'risi tushunmayapsiz, Kerak emas unaqa payt keyingi testdan ham qolib ketish. Undan ko'ra o'shani taxmin qiling, tavakkal uring, keyingisiga oldinroq borib, oldinroqdan tayyorlanib turing. Ya'ni bunda ham vaqt yutqizib, unda ham yutqizib oxirigacha orqada qolib ketgandan ko'ra. Ya'ni bitta testdan voz keching, mayli. Ikkita bo'lsa ikkitadan voz keching, mayli. Muhim oxirigacha hammasidan qolib ketmasligingiz kerak. Mana shu narsaga ham ahamiyat berishimiz kerak, tushunarligi? Xo'p. Endi keyingisi, javobni darhol belgilash. Ya'ni bu juda ham ko'p o'quvchilarda kuzatilgan, juda ham ko'p. Ya'ni ular o'ylaydiki, test tugagandan keyin men 60 ta testni bemalol javob varaqasiga bunaqa yumaloq qilib belgilab chiqsam bo'ladi deb o'ylashadi. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Titki bilan sigini vaqti bitta. O'shuning uchun sigini nomeri ham 51, 52, 53, 54. Bu nima degani? 50 ta test. Davomi darhol sigi degani. Ya'ni orada tanaffus yo'q hech qanaqa. Tanaffus yo'qligini hisobiga o'quvchilarning vaqti titki tugagan, audio tugagan paytda tugaydi. Tushunyapsizmi? Davaychi sigini boshlanglar deydi yoki aytmasdan o'zingiz boshlayverasiz. Ya'ni audio tugagandan keyin. O'shanaqa paytda siz qaytadan javobni belgilayman deb o'ylamang. Qo'lingizdan yulib olib ketadi qog'ozni. Oqibatda nima bo'ladi? Shuncha varaqni tayyor qilib test ishlagan bo'lsangiz ham, lekin belgilamagan bo'lsangiz, tamom, bu yo'q sizga ball. O'shuning uchun har bitta testni mana bir deb topdimmi javobini, darhol yumaloq qilib javob varaqasiga ko'chirib ketaman. Bu narsani hech ham esingizdan chiqarmanglar, iltimos qilaman. Va yana ham muhimroq narsa yana bittasi, bu eshitish testi tugadi,
audio tugadi qulog'ingizda bo'layotgan narsa. Endi anavi tepada turganlar har xil odamlar tushib qoladi-da, tan olish kerak. Kazzoblari ham bor-da, yaramaslari ham bor-da ular orasida. Yaxshilari ham bor. Ya'ni o'quvchilarga telab na prinsip qiladiganlari ham bo'ladi yoki yaxshilari ham bo'ladi. Har xil odam bo'lib qoladi. Shuning uchun siz o'zingiz hushyor bo'lishingiz kerak. Ya'ni ularga o'ylab qolmang. Ya'ni audio tugadimi? Zidki tugadimi bo'ldi. Darhol sigiga o'tib keting. Hech qanaqa yerda gap so'z yo'q. Hech qanaqa o'tirib kutadigan, qosh havoga qaraydigan narsa yo'q. Ya'ni ulardan buyruq kutilmaydi. Audio tugadimi? Bo'ldi, darhol o'tib ketasiz. Lekin yana bitta narsaga xabar beramiz. Tugamasdan oldin ham o'tib ketmang. Ya'ni, misol uchun 50-test ketyapti yoki 49-testda o'sha paytda men bo'ldi tugatdim deb sigiga o'tib ketish bo'lmaydi. Mana shunaqa joyda u sizni ko'p eng kamida ogohlantiradi. Ya'ni unaqa qilmanglar, bunaqa qilmanglar deydi eng kamida. Undan ko'pini hali o'zim ham ko'rganim yo'q. Bu titkiga oid bo'lgan narsa. Mana shu yerda sizlar o'zingizni miyangizda qanaqa qo'shimcha savolingiz bo'lsa, o'shani tayyorlab qo'ysangiz bo'ladi. Aynan titkiga oid savolingiz bor, orada tayyorlab qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, keyingi qismga o'tamiz. Yozish testi. Yozish testi 51, 52, 53, 54 SIGI. Endi birinchi o'rinda siz o'zingizni qaysi darajaga tayyorlanayotganingizni bilasiz, to'g'rimi? Siz hozir maqsadingiz aytaylik 6 daraja. Orangizda kimdir 4 daraja bu safar olishiga ishonchi komil. Men 4 olishim kerak. Mening niyatim ham shu. Yoki men 3 olishim kerak, Endi mana shu o'quvchilar o'sha vaqtiga qarab 4 ta sigiga vaqtini taqsimlaydi. Vaqt berilyapti 50 daqiqa. Sizda 4 ta savol, to'g'rimi? Mana shu 4 ta savolga 50 daqiqani to'g'ri maydalab bo'lishimiz kerak. Hamma biladi, 51, 52 ni hamma bilsa kerak oranglarda. 51, 52 ko'p vaqt ketmaydi. Ikkalasiga ketsa qancha ketadi? 5 minutdan 10 minut ketadi umumiy. Ko'pi bilan ketsa. Kami bilan ketganda hammasiga 5 minut yetadi. 51, 52 ni o'ziga polniy 5 minutda qilsa bo'ladi. Ya'ni kamroq desak. Ya'ni siz mana shu narsani to'g'ri qo'yishingiz kerak. Agar siz 3-4 darajaga tayyorlanayotgan o'quvchi bo'lsangiz, mayli unda ko'proq vaqtingizni unga oling. Ya'ni men nima demoqchiman? 54 ni yozmaydigan o'quvchilar. Men 54 yoza olmayman baribir. Kerak emas yoza olmaydigan bo'lsam. Bo'ldi. Shart emas u yoqqa borib tiranishim. Undan ko'ra o'sha 54 ni vaqtini olib bu yoqqa 51, 52, 53 ga taqsimlab olishimiz kerak. Tushunarligi? Ya'ni misol uchun men o'zim 6 darajaga harakat qilayotgan o'quvchi bo'lsam, demak men 54 ni yozishim kerak. Bunaqa holatlarda men ko'pi bilan 10 daqiqa vaqtimda 51, 52 ni tugatishim kerak. Ko'pi bilan 10 daqiqa. Keyin menda qancha qoladi? 40 daqiqa qoladi. Mana shu 40 daqiqamni keyingi 10 daqiqasi u 53 uchun bo'ladi. 53 ni yozishga 10 daqiqa yetadi. 53 ni yozish uchun 8 daqiqa ham yetadi. Nimaga deganda, 53 bu tayyor karta. U yerda men miyamdan o'ylab topadigan hech narsa yo'q. Siz topik 3 bo'lsangiz 3 darajaga yarasha yozasiz. 6 bo'lsangiz 6 darajaga yarasha yozasiz. Lekin muhim narsa shuki, u test 6 darajani testi emas. U test 3-4 darajani testi. Mana shunga ahamiyat berishimiz kerak. U qiyin test emas o'zi aslida. Shuning uchun siz u yerda qiyin grammatikalarni, qiyin ifodalarni ishlatishdan ko'ra, birinchi o'rinda u yerdagi bor ma'lumotni qog'ozga to'g'ri tushirib berishingiz kerak. Ular sizdan so'rayotgan narsa shu. Keyin 2 daraja, ya'ni men 5-6 ga harakat qilayotgan o'quvchi, endi uni maqsadi boshqacha. Endi uni maqsadi u yerdagi bor ma'lumot tushirish emas, balki bor ma'lumotni boshqalardan ko'ra chiroyliroq yetkazib berish. Bu keyingi bosqich. Shuning uchun sal birinchi bosqichda bo'lmasdan turib, ikkinchiga harakat qilmasdan, birinchi bosqichda to'g'ri bajaring. Ya'ni hammasini ko'chirishga harakat qilasiz. O'shuning uchun 10 daqiqa yetadi. 2 daqiqa tahlil qilib olsangiz grafikni 8 daqiqada yozib qo'yasiz. Demak, menda 30 daqiqa qoldimi? Endi 30 daqiqamni men elektorga vaqt ajratsam bo'ladi. Tushunarligi? Endi elektorga vaqt ajratishim qanaqa? Uni hozir davomida aytaman. Xo'p, demak, har bitta testga to'g'ri vaqt ajratyapmiz. Vaqt taqsimlayapmiz. Tepada sizda soat bo'ladi. Peshonangizda bemalol ko'rib turasiz. Vaqt hisobi bilan to'g'ri olib ketishingiz kerak. Ketma-ketlikda yozish. Ya'ni aytaylik sizda o'rtoqlaringiz bor, aqlliroq yoki qaysidir bilmagan insonlar maslahat berib qo'ygan topikka kirib chiqqan 54 ni birinchi yozishing kerak. 53 ni birinchi yozishing kerak deydi. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Birinchi 51 yozasiz, keyin 52 yozasiz, keyin 53 yozasiz, keyin 54 yozasiz. Nimaga bunaqa deyapman? Chunki 51, 52, 53 ga umumiy beriladigan ball 50 ball. 54 ga beriladigan ball 50 ball. Demak, 54 katta ball berar ekan.
Lekin bunday o'ylab ko'rsangiz, 54 bu 5 va 6 darajani vazifasi. 51, 52, 53, 3 va 4 ni darajani vazifasi. Endi o'zingiz ayting. 3, 4 niki yozish osonroqmi? 5, 6 nikimi? 3, 4 niki osonroq. Demak, biz 3, 4 ga avvalo bilimimizni yaxshi yetkazib, uni mustahkam 50 ballni aniq qilib olaylik. Keyin undan vaqt ortqizib, keyin 54 ga o'tib, 54 da keyin to'liq yozay. Mana shu narsa kerak bizga. Boshida 54 yozib olaman deb 54 da qolib ketib, 51 ham dabdala bo'lgan, 53 ham dabdala bo'lgan o'quvchilar qanchasini ko'ryapman. Noto'g'ri maslahat olishgan. Shuning uchun bu IELTS emas, birodarlar. U IELTS ga kirib olib, part 2 dan boshlab, keyin part 1 ga kelib, yo'q, unaqa narsa yo'q bu yerda. Boshidan boshlanadi, keyin vaqt ortsa 54 ga o'tiladi. Mana shu ketma-ketlik deyiladi. Shoshilmaymiz demak. Keyingisi 53 yozishdan avval tahlil. Ya'ni sizda 53 da hozir aytganimdek tayyor grafik bor ekranda, to'g'rimi? Kompyuterda IBC'da topshiradiganlar ekranda, oddiylari qog'ozda. O'sha turgan nimani, grafikni tahlil qilish degani, birinchi mana uni yozaman, keyin buni yozaman. Keyin o'rtada mana bu ifodani ishlatib, keyin buni yozaman. Deb turib har bittasiga nomer qo'yib olasizmi? Yoki ishlatmoqchi bo'lgan grammatikangizni o'zini, ya'ni gapni yozmaysiz, grammatika. Misol uchun mana bu yerga ESO o'ro qilib qo'yaman. Mana bu ikkita grafikni ulagani, mana bu qo'shimchani qo'yaman. Vonin qismiga o'tganimda mana bunday aytaman. Agar tushunmang bo'lsa, mana bu bilan, mana bu grammatika bilan boshlashim kerak deb, o'sha nomlarni tahlil qilib qo'yishingizga 2 daqiqa yetib ortadi. Mana shu narsa kerak bizga. Ya'ni 53 ta professionallari kerak emas tahlil qilishi. Professional bo'lsangiz, siz misol uchun 6 darajasiz, aytaylik darajangizni yangilayotgan o'quvchisiz. Sizga kerak emas bu narsa. Kerak, shunday yozib ketaverasiz. Lekin men 4 man darajam, yoki men 5 man, 6 ga o'tishim kerak. Bunaqa holatda tahlil qilgan yaxshiroq. Ya'ni yanada yaxshiroq yoza olasiz. Bu faqat mening fikrim emas. Umuman shu sohani egalarining fikrlari hammasi. Endi demak nima qilamiz? O'sha 2 daqiqaning ichida to'liq tahlil qilib olib, nimani qanday birinchi boshlayman, qaysi grammatikani ishlataman, bo'ldi. Endi 8 daqiqaning ichida bemalol ko'chirib qo'ysam bo'ladi. Shoshilmagan holatda. Xo'p, keyingisi 54. 54 ni men o'zimni o'quvchilarim 6 darajali o'quvchilar. O'zini 6 si bor. Lekin o'sha holatida shu 54 ni kalla qo'yib, qovun shirib chiqarganlar bo'ladi. Ya'ni qanday bo'ladi ular? O'zi 6 si bor, subhanalloh. 6 olgan odam haligi. Nima qilishadi? Tushunmay qoladi savolni. Shoshilib qo'yadi yoki. Ya'ni mana shoshqaloqlik bor. 6 olgan odamda ozgina burni baland bo'lib qolish holatlari bor. Ya'ni o'ziga nisbatan o'sha men javob bechoraman deydi-da, yaxshi o'qimaydi, yaxshi tushunmaydi, lekin tushundim deb o'ylaydi-da, o'sha boshlab yuboradi. Men ularga oldin ham aytganman, hozir ham aytaman va keyingi o'quvchilarga ham aytaman. Qarang, 54 yozishdan oldin muhim narsa. Taxminan 5 daqiqa vaqtingiz, 5 daqiqadan kam bo'lmagan 5 daqiqa vaqtingizni u testni tahlil qilishga ishlatish kerak. Ya'ni tomdan tushgandek taq yozib ketish yo'q unaqa narsa. U jurnalistika fakultetida o'qigan opalar yoki akalar bo'lsa oranglarda, u sizni tushunaman, bemalol yozavering. Yoki aytaylik, topik 6 ni 280 balldan oshirib yuborganlar bo'lsa, mayli, tamam, siz muammosiz yozib ketaverasiz. Men aytayotgan narsa, misol uchun endi 6 ga erishganlar, 230, 240, 250 gacha bo'lganlar yoki umuman undan pastdagi darajada sizlarga aytayapman men. Ya'ni tahlil qilishimiz kerak avvalo. Ya'ni bu qanaqa savol? Nima deyapti bu yerda? Men agar bitta so'zni tushunmagan bo'lsam, bilmagan so'zim, bu muammo emas. Esingizda qolsin. Nimaga? Chunki u yerda men o'zi bu yerda yozib bera olmayman sizlarga. U yerda nima bo'ladi? Bundoq tepada savol qismi ipasida asosiy sizga 3 ta reja qo'yib bergan bo'ladi. Mana bunga, mana bunga, mana bunga javob bering deb. O'sha tepadagi qismida sizga tushuntirib qo'yadi u nima demoqchiligini. Ya'ni bitta bilmagan so'zingizni ishlatishi mumkin, lekin u nimaligini keyin tushuntirib qo'yadi. O'shaning uchun ma'nosini chiqarishga harakat qiling. Mabodo siz bilmagan so'z chiqsa ham ma'nosini chiqarishga harakat qiling. Men o'zim shaxsan boshida birinchi marta umrimda topikka kirayotgan paytim shunaqa menda ham ko'pchilik qo'rqitgan, panikaga tushib qolganman. Ya'ni men bilmay qolsam-chi savolni, tushunmay qolsam-chi deganman. Aslida xato ekan o'sha narsa. Chunki harakat qilsangiz tushunsa bo'ladi. 3-4 darajaga arziydigan odam tushunib oladi, muammo emas. O'shuning uchun yaxshilab tahlil qiling. Umumiy ma'noni chiqaring bitta so'zni tushunmasangiz va undan keyingi muhim narsa. 3 ta savol bor bu yerda. Misol uchun,
Ingong haqida ketyapti, AI haqida. Endi AI nima? AIni zarar va yomon ijobiy taraflari nima? Va mana bu zarar tomonlarni yechish uchun nima qilsak bo'ladi deb aytaylik 3 ta savol bergan bo'lsa, man har bitta savoli uchun nima yozishim kerakligini taxminan o'ylab olishim kerak. Shuning uchun koreys tilida o'ylay oladiganlar koreys tilida o'ylang. Koreys tilini yaxshi bilmaydiganlar mayli, o'zbekchada o'ylang. Ya'ni o'zbekchada fikrlang. Men mana bu mavzu haqida nimani bilaman? Nima o'ylayman? Sodda bo'ling. Nima uchun? 54 ni sizga bergan odamlar sizdan katta g'oya kutmaydi. Sizdan to'g'ri g'oya kutmaydi. Sizdan to'g'ri yechim kutmaydi. Ular xohlaydigan narsa sizni ayni mana shu holatingizdagi shaxsiy fikringizni to'g'ri yoritib berishingiz. Shuning uchun men 54 da aqlli bo'lishim kerak degan narsani miyangizdan chiqarib oling. 54 ning maqsadi bor bilimingni men bergan savolga asoslanib yetkazib ber. Mana shu narsa kerak. Aqllilik emas. U yerda sizni bilim darajangizni boshqa tomondan tekshiradi. Ifodalash qobiliyatingiz bilan tekshiradi va ketma-ketligingiz bilan tekshiradi. Shuning uchun men aytyapman. U yerga har bitta savolga men nima yozaman? Misol uchun har bitta savolga nechta g'oya? Bitta g'oya, ko'pi bilan ikkita g'oyani yozib qo'ying. Misol uchun Ingong yomon tomonlari deganda, misol uchun hozir ko'pchilik odamlar o'ylayotgan narsa, misol uchun odamlar ishsizligini olib qo'yadi, ya'ni ishini olib qo'yishi mumkin. Degan narsa, ishsizlik kelib chiqishi mumkin. Yoki keyingisiga dangasalik bo'lib qoladi. Odamlar hamma narsa robotga asoslanib suyanib qolishi mumkin-a? Yoki unga ishonib bo'lmaydi robot. Nima qiladi? Biz ishongan joyda bizni nima qilib qo'yishi mumkin? Ayniqsa og'ir holatlarda, misol uchun operatsiya holatlari bo'lishi mumkin. Yoki qariyalarga qaraydigan robotlar yaxshi ishlamay qolsa, uni zarariga, ularga zarar berib qo'yishi mumkin. Yoki shunga o'xshagan. Bitta g'oya yoki ikkita g'oyani tanlab olasiz. Va yechimga ham xuddi shunaqa, ikkita g'oyani tanlab olasiz. Va o'shandan keyin sizda g'oyalar bor, nima yozishingiz bo'ldi. Endi boshlaysiz. Endi boshlab elektorga yozasiz. Menimcha bu narsani to'g'ri tushuntira oldim-a? Va undan tashqari, endi u elektorda yozayotgan paytda siz aytaylik 6 darajaga yo 3-4 darajaga talanti o'quvchilar. Sizda elektorga yozishingizga necha daqiqa vaqt qoldi? Kimdadir 15 daqiqa qoldi. Kimdadir 25 daqiqa bor. Mana shunaqa holatda sizni maqsadingizga qarab o'zgaradi bu narsa. Sigi. Ya'ni sigida albatta 650 bo'g'indan 600 bo'g'indan oshsagina baho qo'yamiz degan narsa yo'q. 50 bo'g'in yozsangiz ham ball bor, 100 bo'g'in yozsangiz ham ball bor, bitta dona gap yozsangiz ham ball bor. Ball beriladi. Har bittasiga beriladi. Faqat muhimi tepada yozib qo'ygan sizga savolini ko'chirib qo'ymasangiz bo'lgani. Unga ball berilmaydi. Endi bu nima demoqchiman? Ya'ni sizda qolgan vaqtga asoslanib yozsangiz bo'laveradi. Misol uchun, men 15 daqiqa vaqtim bor. 15 daqiqa vaqtimda men aniq bilamanki 650 bo'g'in yoza olmayman. Demak, bunaqa paytda nima qilaman men? G'oyamni 400 bo'g'inga kamaytiraman. Ya'ni men misol uchun har bitta savolga ikkita g'oya tayyorlagan bo'lsam, endi bittadan yozaman. Yetadi shu. Yetadi. Misol uchun 650 bo'g'in, 700 bo'g'inni men 3 ga 4 ga bo'lib olsam, kirish qismiga 100 bo'g'in, o'rta qismiga 200 bo'g'in, yana keyingisiga 200 bo'g'in, undan keyin yakuniga yana 100 bo'g'in, shunaqa bo'linishi mumkin-da. To'g'rimi? Endi aytaylik shunaqa bo'lganingizda ham mana shu qismlarida siz qismini 100 bo'g'inga kamaytirasiz. 200 ni 100 ga. 100 bo'g'inni 50 ga. Mana shunday kamaytirib 15 daqiqaning ichida aytmoqchi bo'lgan fikringizni qisqa shaklda yetkazib bersangiz ham bu zo'r ball beradi sizga. Ya'ni chala yozilgandan ko'ra. Misol uchun men 650 bo'g'in g'oyamni yozmoqchi edim, lekin 650 bo'g'inning ichida men ular so'ragan savolni faqatgina bittasiga, 1,5tasiga javob berib, meniki 500 bo'g'in bo'lib qoldi deylik. Mana shu o'quvchidan ko'ra men ular bergan bitta savolga javob berib 500 bo'g'in yozgan odam ko'proq ball oladi. Tushunyapsizlar-a? Ya'ni endi u yog'i grammatik xatolari, bergan g'oyalari unga qarab ham o'zgarishi mumkin. Lekin muhimini aytayotganim, sizda qancha ko'p yozganingiz bo'lmaydi bitta muhim narsa. Bitta muhimroq narsa, ular so'ragan hamma savolga javob berdimi, yo'qmi? Mana shu narsa muhim o'rinda turadi. Shuning uchun men birinchi topik topshirganimda to'liq 698 ta yozganman, ya'ni oxirigacha yozganman. Lekin men Sigidan 46 ball olganman xolos. Allohu alam, eslashim bo'yicha. Ya'ni topik 4 olgan paytim. Ya'ni yo 46 yoki 36 mi, 38 mi, Allohu alam. Kam olganman juda ham. Lekin men to'liq yozganman. Demak, nima ekan gap? To'liq yozishda emas, balki ular so'ragan savollarga to'liq javob berishda. Ya'ni to'ldirish emas u yerda maqsad.
Shuning uchun aytyapman, agar sizda 15 daqiqa qolgan bo'lsa, 15 daqiqaga bo'lib yuboring. Agar sizda yarim soat qolgan bo'lsa, 25 minut qolgan bo'lsa, unda o'sha men aytgan bo'yicha har bittasi ikkitadan g'oya bilan polniy 650 bo'g'indan oshiring. Ya'ni topik 6 olmoqchi bo'lganlar sigini 650 bo'g'in yozmasdan ham olsa bo'ladi. Ilki titkingizdan balingiz baland bo'lsa. Lekin men zo'r ball olmoqchiman. Ertaga men o'quvchilarimga yoki atrofimdagi do'stlarimga yoki ertaga o'qishga kirayotganimda men zo'r sertifikat bilan kirmoqchiman. Ya'ni ilki titki emas, sigi ham katta ball bilan 80 dan oshirmoqchiman desangiz, sigi ballingizni. Unda 650 ball bo'g'indan kam bo'lmasligi kerak. Menimcha tushuntira oldim, ha? Bismillah. Keyingisi. Demak, titki tugadi, sigi tugadi. Navbat tanaffusga. Orada sizga 15 daqiqa tanaffus berardi. Endi mana shu 15 daqiqa tanaffusda baraka topkirlar. Dam oling. Ya'ni tashqariga chiqib olib, "Ey, senga qanaqa tushdi savol? Nima qilding u testda? Ey, aytib kalla qo'yibsan-da, men bunaqa javob berdim, sen xato qilibsan-da." Desa yana bittasi kelib olib, "Ey, men hammasini bildim. Bilmagan so'zim qolmadi. Hammasini zo'r eshitdim." Yana bittasi kelib, "Ana test nima qildingiz javobini?" Deb bir-biringizni safsata sotadigan odamlar orasiga tiqib olmanglar, iltimos. Aralashmang unaqa odamlar. Ular g'irt bekorchi odamlar. O'zi ham bir narsani eplolmaydi, birovlarga ham qildirmaydi shu narsani. Men juda ko'p ko'rgan bunaqalarni. Bekordan bekor gap soladi, gap sotadi siz yoningizga kelib olib. Kerak emas unaqa odamlar orasiga tiqilmang. Tanaffusda nima qilasiz? Men aytganimdek qiling, iltimos. Tashqariga chiqing. Toza havo bormi? Chiqish imkoni bormi? Chiqing. Bo'lmasa derazani ochasiz. Nafas oling. 3-4 marta, 5-6 marta. Chuqur-chuqur ichingizga kirsin havo. Bu juda muhim. Va undan keyin bitta mashq qilib oling. Iloji boricha odamlardan uzoqroq joyda. Yelka, bel qilib erkin mashq qilib oling bitta. Stretching deydi-ku. O'shanaqa narsa qilib oling. Bu muhim. Stolga qamalib o'tirib olmang. Iltimos qilaman. Chiqing tashqariga. Bu narsa sizni qonlaringiz yaxshi aylanishiga yordam beradi. Miyangizni tetiklashtiradi. Keyingi imtihon uchun yaxshi energiyaga to'lib olasiz inshaalloh. Ya'ni ana bekorchi safsata sotadiganlar oldiga borib olib, energiyangizni yo'qotib, ishlagan testingizga ishonchingiz kamayib, stress olganingizdan ko'ra chiqib nafas olib toza havoda, shularning ovozini eshitib, mashq qilib kelganingiz 1000 marta yaxshi. Mana shu narsani iltimos qilaman. Iltimos sizlardan, esingizdan chiqarmanglar. Va o'zingizning ko'chadagi muammolaringiz, ishdan imtihondan chiqqandan keyingi muammolaringiz, iltimos harakat qiling ularni ham o'ylamaslikka. Kerak emas o'sha paytda. Va yechim yo'q u yerda. Tushunarligi, demak miyamizni tozalaymiz, nafas olib ruhimizni ham sal tozalab olamiz. Keyin ozgina mashq qilib, tanamizni ham sal nima qilib olamiz, ochib olamiz mushaklarning orasini. Demak, bu qismi tushunarli. Keyingi qismga o'tdik. O'qish testi. O'qish testida ilki testi sizga beriladigan vaqt umumiy 1 soat 10 daqiqa, ya'ni 70 daqiqa vaqt beriladi sizga. Bu yerda nima? E'tibor berib qaraydigan joyimiz bor. Ilkini yaxshi tarafi bor. Titkidan yaxshi tarafi bor. Ilkini. Yaxshi tarafi bunda orqangizdan audio quvlamaydi. Ya'ni siz bemalol o'tirib yechaverasiz. Mani mock topshirgan o'quvchilarim bor, oranglarda yaqinda mani mock videoyimda ilkini ham quvlatganman-da men. Ya'ni ilkini ham hattoki o'zim bergan vaqt bo'yicha o'tkazib tashlaganman keyingisiga, ya'ni tahlilni, nima qiling, tezligini videolarda. Ya'ni nima uchun? Men telab mashq bo'lsin deb. Lekin asl imtihonda unaqa emas. Erkin bo'lasiz. Ilki o'zingiz qo'lingizda. Bu yaxshi tomoni. Lekin yomon tomoni nima? Yomon emas, ilkiga xos tomoni. Titkini mazmuni osonroq bo'ladi. Ilkiniki ozgina murakkabroq bo'ladi. Chunki ko'z bilan o'qiladi-da bu. O'shuning uchun sal darajasi balandroq bo'ladi. Endi ilkini yechayotganimizda vaqt taqsimotiga keyin to'xtalaman. Hozir birinchi o'rinda e'tibor beradigan joyimiz 1 dan 24 gacha bo'lgan testlar taxminan uje sizga bu 3-4 darajaga mos testlar bo'ladi. Pastroq darajadagi testlar bo'ladi. Hajmi ham kichkinaroq bo'ladi. Undan keyin 50 gacha bo'lgan testlar endi sekin-sekin 5-6 darajaga ko'tariladi va mazmuni ham biroz qiyinlashadi va u yerdagi 24 gacha bo'lgan testlar bilan o'xshash testlar tushadi. Faqatgina tekst hajmi balandroq va ichidagi mazmun sal murakkabroq berilishi mumkin. Shuning uchun men aytamanki, birinchi 24 talik o'sha birinchi boshidagi testlarga e'tibor berib, to'g'ri yechishga harakat qiling. Nima uchun? Hammasini bali bir xil.
bir xil ball. Lekin odamlarda muammo shuki, men tezroq 50 ta testni yechishim kerak ekan deb boshlang'ich testga ahamiyat bermay tavakkal qilib yoki shunaqada deb shoshilib ketishadi. Va mana shu narsadan qat'iyan qaytaraman sizlarni. Ya'ni boshidagi testlarda mensimasdan o'tib ketmang. Aksincha, u testlar aslida e'tibor ko'proq beriladigan testlar. Nimaga deganingizda, mana bu yerda 1-2 qo'yib qo'yganman. E'tibor berib qarang. Oddiy tushuntiraman soddaroq qilib. Mana bu birimiz kichkina testlar deb hisoblaylik. E'tibor berib qarasangiz, bu yerda 2 dona gap bor. 2 dona gap. Ha? Mikrofonim o'chib qolibdi-da. Bilmayman nimaga o'chib qolgan. Endi ovoz qanday boryapti? Ovoz endi bor. Uzr so'rayman sizlardan. Men bitta gap qozonim ochilsa ketib qolaman shunaqa. Endi kommentariyaga qarab turaman bu yoqdan. Xo'p. O'qish testini boshqatdan boshlayman, maylimi? Chunki orada ovoz chiqmay qolgan bo'lsa ham men bilmay qoldim-da. Ozgina nima qilamiz? Qaytadan aytaman. O'qish testida umumiy subhanalloh, yana kelmayaptimi? Boryapti deyishyapti-ku ovozda. Tamam, bo'ldi, boryapti ekan. Ekran endi bor-a? Ekran yo'qmi? Mashalloh. Zo'r-ku. Hozir. Hal qilamiz. Bu bizga tanaffus bo'ldi-da, tanaffus qilinadigan payt o'tib ketib qoldi. Ketdik mana. Ekran bor. Bormi? Bo'ladi. Tamam, boshladik. Demak, o'qish testi. Endi yozmay turinglar iltimos. Men chunki kommentariyada kelsa men o'ylayman, yo birorta favqulodda holat bo'lyapti deb o'ylayman. O'shuning uchun keraksiz xabarlar yozmay turamiz, iltimos qilaman. Ketdik. O'qish testida umumiy beriladigan vaqt 70 daqiqa. 1 soat va 10 minut. Mana shu 1 soat va 10 minut ichida siz 50 ta testni tugatib belgilab bo'lishingiz kerak. 1 soat va 10 minut tugagandan keyin bo'ldi. Avtomatik sizdan qog'ozlaringizni, ruchkalaringizni to'xtatadi va yig'ishtirishni boshlaydi. Demak, shuning ichida tugatishimiz kerak. Lekin men biladigan aksariyat o'quvchilar, aksariyati 30-test, ko'pi bilan 35-testdan u yog'iga tavakkal uradi. Chunki vaqt tugab qoladi. Ularda muammo nima desangiz, muammo ularni to'g'ri tahlil qilib test ustida ishlamagan, ya'ni bilimi kamligi, so'z bilmaganlik bor gap, lekin ulardagi muammo nima? Ulardagi muammo tajriba yo'q. Ya'ni testni to'g'ri vaqt taqsimlashni bilmaydi, to'g'ri tahlil qilishni bilmagan. Mana shuning uchun ular ko'p 35 gacha qolib ketishadi. 30-35 ta to'xtab qolishadi. Endi mana shunday o'quvchilarni xatosini sizlar qilmasliginglar uchun men aytaman. Birinchi o'rinda mana bu testni 1 dan 24 gacha bo'lgan qismi 3-4 daraja uchun moslashtirilgan deyapman. 25 dan boshlab 50 gacha bo'lganlar uchun sekin 5-6 bo'lib oshib boradi. Darajalari ko'tarilib boradi. Lekin ikkala tarafdagi testlar deyarli o'xshash bo'ladi. Haligindaqa yechish usullari. Faqatgina mazmun, tekstning hajmi, ishlatilayotgan ichidagi ifodalar biroz murakkablashadi. Shuning uchun men aytayapman, mana bu yerda 24 gacha bo'lgan testlarni mensimasdan qo'lingiz uchida yechib o'tib ketmang. Men bugun 50 ta testni tugatishim kerak ekan deb 30 dan keyingi testlarga tezroq yetib olay deb harakat qilmang, baraka topkurlar. Bu narsa bo'lmaydigan narsa. Nima uchun deganda, chunki mana bu boshidagi test hajmi kichkina bo'lganligi bilan odamlarni eng aldaydigan testlar shular bo'ladi. Eng odamlarni aldaydigan test shular. Nima uchun desa, mana bu yerdagi men misol keltiryapman. Mana
bu ekrandagi birinchi va ikkinchi raqamdagi yozuvlarni. Birinchi raqamdagi hajmini tasavvur qiling, ikkita gapdan iborat deyapman. Shu kichkina hajmni ichidagi mazmunni topishim ikkinchida turgan ko'proq hajmdagi tekstni ichidagi mazmun topishimdan qiyinroq. Nimaga deganda, ular bermoqchi bo'lgan fikrni men mana bu kichkina gapni jumlasidan topishim qiyin bo'ladi. Lekin katta hajmli tekstda bitta so'zni, ikkita so'zni bitta gap tushunmasam ham qolganlari bilan ma'noni chiqarib olaman-da. Mana shu yerda gap ketyapti. Shuning uchun birinchi testlardagi, boshdagi testlarda yengil qarab, qo'lingiz uchida yechib, ya'ni bu kimlarga tegishli? O'zicha bir marta 5-6 olgan o'quvchilar. Men ataylab shunaqa gapiryapman, o'qituvchi sifatida gapiryapman. Ya'ni mensimaslik emas. Iltimos qilaman, to'g'ri tushunasiz. Chunki o'zim o'quvchilarim juda ham ko'p bo'lganligi uchun bu yo'nalishda shunday gapiryapman. Ya'ni o'zicha bir marta 5-6 olgandan keyin mensimay qo'yadi-da odam. Menda ham bo'lgan bu narsa. O'sha narsani yo'qotishimiz kerak. Ya'ni boshidagi testlarga ko'proq ahamiyat bering. Bu degani bitta testga 5 minut o'tirib oling degani emas. Bu degani har bitta testni men zo'rman, endi bular ishmas menga demasdan e'tibor bilan yeching demoqchiman. Mana gap qayerda? Endi 1dan boshlab 24 gacha bo'lgan testlarni mana shu tartibda e'tibor berib yechyapsiz. Lekin har bitta testga ularni katta kichikligi, oson qiyinligiga qarab, ko'pi bilan 1,5 daqiqa vaqt ajratishingiz kerak-da. Ya'ni vaqtni to'g'ri taqsimlashimiz kerak. Ya'ni u yerdagi oson testlar bor, 30 sekund ham ketmaydi. Ba'zigilar bor 15 sekundda hal qilib qo'yadigan o'quvchilar bor, tajribalilar. 15 sekund, 20 sekund ketaveradi. Tezda qo'yadiganlar bor. Endi mana shu 30 sekund ichida aytaylik, oson testni yechdingiz-ku, o'shani hisobiga naryoqda 2 daqiqa ham yetmaydigan qiyin testlarga mana bu tarafdagi tejab qolgan minutlaringiz bilan, daqiqalaringiz bilan uni to'ldirib olasiz. Tushunyapsizlar-a? Ana o'shanda bir-biriga kiyishib ketadi. Shuning uchun vaqt taqsimoti muhim. Demak, kichkina testlarni e'tibor bilan yechganimizdan keyin, ularni tugatganimizdan keyin katta testlarni ham asta-asta mana shunday ketamiz. Lekin asta-astalik degani shoshilmaslik degani, lekin sekin ishlash degani emas. Mana shunga e'tibor beramiz. Ya'ni vaqt belgilaymiz. 1,5 daqiqadan oshib ketmasin bitta testda qolib ketishingiz. Va undan keyin qiyin testlarga borganingizda sizni darajangiz qanaqa? Aytaylik, siz 6 olmoqchisiz, demak siz oxirigacha borishingiz kerak 50 gacha. Lekin aytaylik siz 3-4 daraja olmoqchisiz, unda men aytganimdek 30-testgacha zo'r yeching, bo'ldi. Undan keyingilariga vaqtingiz kamroq qolsa ham, imkon boricha qaraysiz. Misol uchun aytaylik, 35-testga yetdingiz yo 30-testga yetdingiz, o'sha vaqt 5 daqiqa qoldi. Qarayapsiz. Endi siz qiladigan ish nima? Yana bitta testni yechib olaydan ko'ra, qolgan hamma testlarni taxmin qilib chiqing. Ya'ni taxmin qilish ham degani nima degani desa, bunday osmonga qarab 1 2 3 4 deb turib taxmin qilish emas. Bunday qarab, hech bo'lmasa ko'zni yugurtirib qo'yib, yengil ko'zni yugurtirib qo'yib, mana shu bo'lsa kerak deb taxmin qilish bor-ku. O'shanaqa narsalar bilan. Mana shunday qilib taxmin qilib chiqing. Bu nima degani? Nimaga bunaqaga da'vat qilyapman? Chunki hech narsani belgilamaganingizdan ko'ra, nimadir belgilasangiz bittasi to'g'ri bo'lib qolishi mumkin-da. Agar lekin men oxirigacha, vaqt tugagungacha qilaman desangiz, ruchkalar tushir. Hech narsa yozma degan payt agar 40 gacha belgilagan bo'lsangiz, 10 ta testingiz havoda qolib ketyapti-da. Nima-ku, achinarli emas bu? O'shuning uchun aytyapman. Ya'ni vaqt 5 minut qoldim. 5 minut yo 3 minut bo'ldi. Bu yog'iga tavakkal uravering, mayli. Endi 5-6 darajaga harakat qilayotganlar. Bunaqa o'quvchilar siz imkon boricha yuqori katta testlarni, katta hajmdagi testlarni unaqa maydalashib, har bitta so'zini so'zma-so'z tarjima qilaman deb harakat qilmasligingiz kerak. Umumiy kengroq ma'noni chiqarishga harakat qiling. Chunki sizning darajangiz baland. Siz endi past darajadagi o'quvchilarda emassiz. Kichkina darajali o'quvchilar, ular so'zma-so'z tarjima qiladi. Siz yuqori darajasiz. Siz endi nima qilasiz? Siz umumiy ma'noni chiqara olasiz. Bilasizlarmi? Topikda ham umuman shustri odamlar, til o'rganishda shustri odamlar qanaqa bo'ladi? U xoh gapirishda bo'lsin, xoh odamlar bilan muloqotda bo'lsin, xoh topik testlari, IELTS testlarida bo'lsin. Shustrilar, ular har bitta narsani so'zma-so'z tarjima qilmaydi. Balki shustriligi uchun umumiy ma'noni chiqarib zo'r yechib ketishadi. Ya'ni ular sizga o'xshab 20 mingta so'z yodlab olgan bo'lmaydi. Ya'ni men aytayotganim shunaqa tajribali odamlarni. Ya'ni ular so'z boyligi 20 ming, 30 ming bo'lmasa ham, xuddi o'shanaqa bilib amaliyotda ishlata olmaydiganlardan zo'r ketishadi. Chunki ular ma'no chiqarishga usta bo'ladi. Shuning uchun 5-6 ga harakat qilayotganlar katta tekstlarni, mana misol uchun bir betli tekstlar bor-ku, unaqalar so'zma-so'z tarjima qilishingiz umuman kerak emas. Ishonib bering. Umuman kerak emas.
Nimaga deganda, bunaqa katta beriladigan tekstlar so'zma-so'z tarjima qilishingizni agar ular xohlaganda, sizga 70 daqiqa bermasdi, bu vaqt yetmaydi-ku. Ular xohlayotgan narsa sizni qanchalik uddaburonligingiz. Ya'ni mana shu testlardan qanday ma'noni to'g'ri chiqarib olasiz. Katta hajmli tekstlardan. Bu yerda yozilgan ba'zi mazmundagi tekstlar bor. Ularni bu topik olti u yoqda tursa, g'irt karislar ham tushunmaydigan narsalar bor ular ichida. Shuning uchun siz o'zingizni u tarafdan stressga tiqmasligingiz kerak. Bu kimlarga tegishli? Bu ertaga imtihon topshirib bo'lgandan keyin ham, keyingi safar imtihonga tayyorlanayotgan o'quvchilar ham yuqori hajmli, katta testlarda bilmagan narsalarni ko'rib shokka tushmang, chunki ichida koreyaliklar ham bilmaydigan narsalar bor. Tabiiy hol. Shuning uchun katta hajmli, katta testlarni imkon boricha umumiy ma'noni chiqarib yechishga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni shu tarafdan yondasiz, sizga stress ham kamroq bo'ladi. Ishonavering. Buni amaliyotda qilib ko'rsangiz, inshaalloh guvohi bo'lasiz. Hurmatli topik imtihon topshiruvchi o'quvchilar, bir narsa esingizda bo'lsin. Topik imtihonini kim uchun topshiryapsizlar? O'zingiz uchunmi? Ota-onangiz uchunmi? O'rtoqlaringiz uchunmi? Mahalladagi o qo'ni-qo'shnilar uchunmi? Yoki o sizga umuman foydasi tegmaydigan qarindosh-urug'lar uchunmi? Ya'ni foydasi tegmaydigan deganim umumiy qilib aytmayapman. Ayrimlarini aytmoqchiman. Haligi narsa yaxshi natija olmasangiz gapirib yuradi-yu hammani orada mehmonga borganda, "Ha, bo'lmadimi endi? O'g'lingiz nima, eplolmadimi?" deb shunaqa odamlar ham bor-da, o'quvchilar orasida chiqqan. Shuncha aytyapman. Ya'ni sizga umuman foydasi tegmaydigan qanaqadir qarindoshlaringiz uchunmi? Kim uchun topshiryapsiz topik imtihon? Mana shu narsaga ahamiyat beringlar. Ya'ni natija olishingiz kim uchun kerak? Albatta siz uchun. Shuning uchun atrofdagi insonlar fikrlari, atrofdagi insonlar sizga beradigan baholarni unuting. Nimaga? Agar siz topik natija olsangiz, ololmasangiz, ustingizdan kuladigan yoki "Ha, ololmadingmi endi" deb kesatqi qiladigan yoki yomon ko'z bilan qaraydigan odamlar topik olsangiz ham xursand bo'lmaydi. Topik olsangiz ham sizni yomon ko'raveradi ular. Shuning uchun atrofdagi odamlarni fikrlari unuting, muhim emas u. Va oilangizni ham fikrini unuting, muhim emas. Ota-onangizmi, kim bo'lsa ham, "Voy o'g'lim, olishing kerak. Olmasang bo'ldi, bundan keyin o'qimaysan" deydigan fikrlarni unutamiz. Yo'q unaqasi. Tushunyapsizlarmi? Mabodo ola oladigan bo'lsangiz, bu yaxshi, mashalloh. Ota-onangizni xursand qilasiz. Ola olmasangiz ham ota-onangiz, ola olmadingmi, bunaqa qildingmi?" Yo'q, umuman fikrlarga qaralmaydi. Olamanman bundan keyin. Harakat qilaman. Bu ilm shunaqa. Ilm birdaniga oson erishiladigan ne'mat emas. Shunday qilasiz, harakat qilasiz. Ota-onangizga gap qaytaring demayapman. Ya'ni ularni gapi sizni tushirib qo'ymasin pastga demoqchiman. Ya'ni ular shunchaki yoshlari katta boshqa bo'lib, achinib aytishlari mumkin-da. Shuning uchun sizlar bu narsa tushirib qo'ymasin. Ota-onangiz uchun olmaysiz topikni. O'zingiz uchun olasiz. Nimaga? Ertaga qaysi tur niyatlaringiz bor, maqsadlaringiz bor, o'shalar orqali ota-onangizni xursand qilasiz, to'g'rimi? Hozirgi natijangiz ota-onangizga nima keragi bor sertifikatingiz? Ular bilmaydi ham buni mashaqqati qanaqa, bu nima o'zi. Shuning uchun ota-ona, qo'ni-qo'shni, mahalla, qarindosh ular gapini unutamiz-da. Iltimos qilaman. O'zingiz uchunligini unutmang, o'zim uchun deng, biling. Bo'ldi, uje sizda stress kamayadi. Hayajon kamayadi. Bu bir. Ikkinchidan, ertaga imtihonga kirganingizda hayajon paydo bo'ladi-ku. O'sha paytda tabiiy qabul qiling, hayajon bo'lsa, bo'lasan-da endi shu-da. Imtihonga doim kelib yuribsanmi deng, bo'ldi o'zingizga. Voy, men hayajonlanyapman, endi chayib qo'ysam kerak. Yo'q unaqa narsa. Hattoki men ham hayajonlanaman. Ayniqsa men sizga yozayotganimda vaqt tugayotgan payt bor-ku. Ishonasizlarmi? K harfim ham zebra bo'lib ketadi-da, qimirlab, qaltirab. Ya'ni iloji yo'q. Meni kamchiligim bor shunaqa. Menda ham hayajon bor. Qachon hayajon bor? Ya'ni vaqt tugayotgan paytda tez yozaman desam, qo'lim aksincha qaltirab ketganda, ko'p bo'lgan shunaqa. Alhamdulillah balga ta'sir qilmagandi, lekin yozuvim xunuk bo'lib ketgan. Shuncha aytayotganim, ya'ni hayajon tabiiy hol. Bu narsaga qaramanglar. Lekin muhimi, ertaga imtihon topshirib chiqqaningizdan keyin endi men yaxshi topshira olmadim. Endi bo'lmadi endi demang yoki endi yorib qo'ydim men ham demang. Nima uchun? Men ko'rdim, yorib qo'ydim deganlarni, tushdan u yog'iga o'ta olmaganlarni, bilmadim, Alloh berganida deganlarni oltini urib qo'yganlarni ko'rdim. Shuning uchun bu yog'i nima? Bugungacha ilm oldik, endi Allohga tavakkal qilamiz. Musulmonmiz-ku, to'g'rimi? Allohga tavakkal qilamiz. Bo'ldi. Shuni eslardan chiqarmanglar. Ya'ni bu sizga birinchi imkoniyat ham emas, oxirgi imkoniyat ham emas. Bundan keyin ham imkoniyat beradi. Faqatgina Alloh taolo sizga umr bersin. Sizni ilmda sobit qilsin. Ilmga bo'lgan ichingizdagi ixlosingizni bor qilsin, yo'q qilmasin, o'sha narsa bo'lib tursin, bo'ldi. Imkoniyat inshaalloh beriladi. Atrofingizdagi odamlar aytaveradi, boshqa o'qitmayman seni, boshqa o'qimaysan, o'qib kim bo'lar? Aytishaveradi, unaqa narsa yo'q.
o'qiysiz. Inshaalloh o'qiysiz. Chunki bizga O'zbekistonga ham, islom ummatiga ham o'qiydigan inson kerak. O'qiysiz, ilm olasiz, asta-asta rivojlanasiz. O'shanda atrofingizdagi ota-onangiz ham xursand, qarindoshlaringizga ham yordam berasiz, qo'ni-qo'shniga yordam berasiz, qiynalganlarga yordam berasiz, yetim yesirga yordam berasiz. O'z-o'zidan O'zbekistonda xalqi ham kuchayadi bu orqali. Chunki kambag'allar kamayadi, boshqa kamayadi. Bu narsa yaxshi, o'qishimiz kerak. Shuning uchun bir marta ololmaganingiz bu siz oxirgi imkoniyatingiz emas. Esingizdan chiqarmanglar. Topik 6 bo'ladimi, topik 4mi? Bu hayotimizda eng katta orzu emas. Bu eng katta zinapoyani birinchi pog'onasi deb hisoblang. Mana shu pog'ona, bu oyog'i tagida qolib ketadigan pog'ona. Prosta keyingi pog'onaga o'tishimizga oradagi bitta vositachi xolos. Shuning uchun bu bilan mani umrim tugadi deb o'ylamanglar. Tushunarligi, agar bu bo'lmasa, bitta sakrab ikkinchi pog'onaga ham o'tib ketaveramiz. Shuning uchun topik degan narsalarni hayotinglari eng asosiysi ekan deb o'ylab yurmanglar, iltimos qilaman. Topik topshirib bo'ldinglarmi, erkin chiqing, uyga borib, maza qilib, yaxshi ko'rgan ovqatingizni yeb, uydagilaringiz bilan gaplashib, maza qilib dam olib, 2-3 kun dam olavering mayli. Lekin mayda imtihon topshiradiganlar dushanbadan yana o'qishni boshlayveringlar. Sizlarga tegishli emas bu gap. Tushunarligi, mani gapim shu yerda tugaydi. Inshaalloh Alloh taolo sizlarni xohlagan, o'zingizlar niyat qilgan va Alloh taolo sizlarga xayrli deb bilgan o'sha natijani bersin. Yuzinglarni yorug' qilsin va eng avvalo o'sha natija sizga manfaatli bo'lsa, sizga bersin o'shani. Agar sizga manfaatli bo'lmasa, bu dunyongizga, oxiratingizga, unda Alloh taolo sizga undan yaxshiroq ne'matini bersinki, u sizning oxiratingizga, dunyongizga sizga manfaatli bo'lsin. Mana shu narsaga chin yurakdan ixlos bilan iymon keltirsak, inshaalloh Alloh taolo zoya qilmaydi. Yaxshi niyat bilan ibodatlar qilib, bismillah deb imtihonga boringlar, inshaalloh yaxshi natijalarga erishamiz. Mani gapim shu yerda tugadi. Qolgan fikrlarni mana bu savollar bo'limida yozib qo'ysanglar bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.